Avval xabar berganimizdek, poytaxtimizda Talaba Expo 2025 festivali o'tkazilmoqda. Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Milliy bank va hamkor tashkilotlar tashabbusi bilan tashkil etilgan festivalning ikkinchi kungi tadbirlari ham qiziqarli va taassurotlarga boy o'tdi. Jumladan, festival doirasida kasb va ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unda mamlakatimizda faoliyat olib boruvchi turli kompaniya va firmalar qator tashkilotlar talabalar uchun o'z imkoniyatlari, ish o'rinlari haqida ma'lumot berishdi. Xususan, O'zbekiston Milliy banki vakillari ham mehnat yarmarkasida o'zlari uchun ajratilgan stendda talabalarga bank xizmatlari, tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlar uchun imtiyozli kredit turlari haqida ma'lumot berishdi. Bundan tashqari, bankda talaba yoshlarning amaliyot o'tash va ish o'rganish, mehnat faoliyatini olib borish borasida ma'lumotlar ulashdi. Milliy bank tomonidan ham kelajakka birinchi qadam, kelajak sari yorqin imtiyozli kredit dasturlari ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda talabalarimiz bilan uchrashuv paytida har bitta imtiyozli kreditlarimiz, ularni tayyor biznes ideyalar, loyihalar bilan tanishtirib o'tmoqdamiz. Shuningdek, festival doirasida turli sohada muvaffaqiyatga erishib kelayotgan mutaxassislar bilan muloqot tashkil etildi. Unda san'atkorlar, xorijiy kompaniyada ish faoliyatini olib borayotgan yurtdoshlarimiz o'z tajribalari, mehnat faoliyati haqida ma'lumotlar berishdi. Karyerasini boshlash ostonasida turgan yoshlar soha xodimlaridan o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishdi. Turli xil yarmarkalar tashkil etilyapti. Talabalarni o'sha bitiruvchi talabalarimizga bo'sh ish o'rinlari, banklar bilan hamkorlikda va yozgi ta'tilga tayyorgarlik ko'rish uchun bizga o'xshagan talabalarga ham umuman ularni keyingi faoliyatida, ish faoliyati karyerasida o'zlarini o'rni topishi uchun turli xil san'atkorlarimiz mana bugun Zokirov oilasi tashrif buyurdi. Ularni ruhlantirish, keyingi faoliyatiga o'sha o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirish va o'sha ish topishda katta yordam beradi degan umiddaman. Bugun har bir bitiruvchini ishga joylashish jarayoni ham oson, ham murakkab degan fikrlarda aytishimiz mumkin. Osonligi nimada? Osonligi so'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatiga berilgan katta imkoniyatlar tufayli yangi ish o'rinlari ko'payib boryapti. Murakkabligi ularning kompetensiyasi va layoqatiga qo'yilgan talablar borgan sari ortyapti. Xalqaro darajadagi pedagog kadrlarni tayyorlash masalasiga urg'u qaratilyapti. Qo'sh mutaxassislik masalalariga e'tibor qaratgan. Shu bilan bir qatorda talabalarni o'sha layoqatlarni rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha kasblarni egallash masalalariga e'tibor qaratilyapti. Bularning hammasi ish beruvchi bilan oliy ta'lim muassasasidagi bitiruvchi subyektini imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilyapti. Va bu bilan bir qatorda mana bunaqangi Talaba Expo 2025 ko'rgazmalari qo'shimcha imkoniyatlarni yaratayotganligini ko'ramiz. Bir so'z bilan aytganda, ushbu festival bitiruvchi yoshlarni ish bilan ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatish, ularni mehnat bozorining talablariga mos kasblar sari yo'naltirish, shuningdek, moliyaviy savodxonlikni ochish hamda bank tizimi imkoniyatlari bilan tanishish maydoniga aylandi.